Intervyu olib tashladim. Men sizdan Sizlardan gördüm seni. Qarang, tanang chiqib ketasiz televizorga, ya. mana bugungi kunimizda ana shu birlashtirishga sababchi ustozlardan komissiyamiz raisi Jalil Usmon Muhammadiyevich ustozning bo'yi gaplashganimizdek, Yusuf domla birgalar yonlarida Diva ustozda. Uzr. Bu yubileylarida ko'plik to'g'laylik. Amin. Bugun mana shuncha Xo'sh, uchrashdik, shuncha kishi mana ustozlarni ko'rdik. Yaxshi tashkil bo'lgan ekan. Shu mehnat qilgan hammaga rahmat. Bizlarni kuzatib borib e'tibor bergan hammaga rahmat. Bu yubileylar bardavom bo'lsin. 150, 200 yilliklar ushlash nasib qilsin. Hammaga omad, baxt, saodat tilayman. Hammani yo'lini bersin. Amin. Sizga ham sog'lik, salomatlik. Sog' bo'linglar. Rahmat. Va'da bergandim sizlarga. Men Xaroyot ustozim uylariga boraman, asli intervyu olaman dedim. Kecha mana tabarruk 70 yosh to'ldirib, mening onamni nishonladi. 75. Mana marhamat, ustoz sizlarsiz. O'quvchilar? Ha, maktabga tashyapman. Assalomu alaykum. Sizlar hammalaringiz yaxshimisizlar? Sog' salomatmi? Bolalaringiz yaxshimi? Tinch sog' salomatgina yuribsizlarmi? Mana sizlar ham mana shunday bizlardagi yaxshi kunlarga erishib, mana shunday obro' izzatlarga, hurmat e'zozlarga qisqartirishinglar, bola chaqalaringiz boshida sog' salomat bo'linglar. Umrlaringiz uzoq, rizqlaringiz to'liq bo'lsin. Doimo dunyomiz tinchligida ana shunday yaxshi osoyishta yashaylar hammalaringiz. Amin. Siz ham sog' salomat yuring. 80, ana 100 xudoga 100 yoshliklaringiz katta tantanangman nishonlaylar, xudo xolasa. Rahmat, ustoz, sog' bo'ling. Charcham. Maktabdoshlar, sizlarga va'da bergan edim. Xudo xolasa, men boraman, ustozlar bilan intervyu olaman dedim. Marhamat. O'quvchilar ko'rib turibdi. Taklaringizni ayting. O'quvchilarimiz Ha, maktabga tashyapman. yaxshimisizlar? Uzoqda musofirda yurganlar ko'ryapti buni. Ana biz maktabimiz bitiribmiz. Allohga shukr. Sizlar ham tomosha qilib o'tiringlar, bizning yoshimizga boringlar. Xudo xolasa. Ishlardan o'tib yuringlar, ishlaringizga. Amin. Iloyim. Sog' salomat bo'linglar. Sog'lik tilayman hammalaringizga. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Hamro ustozimiz bilasizlar? Hamma tanib oladi darrov. Maktabimizda 100 yilligida o'tiramiz. Sizlarga ham mana bulardan o'sha 100 yilliklarda bo'lganda ham o'tirishni nasib bo'lsanglar. Sog' bo'linglar barchalar. Amin. Salomat bo'linglar ilohim. Sizlar ham sog' salomat bo'linglar ilohim. Mana shu duoga yuringlar. Maktabimiz kitobini shakllantirsa o'zining munosib hissasini qo'shgan mana ustozim. Eng daho shirin so'z, kamtar, o'ta kamtar ustozim bo'ladi. Ustoz marhamat, tabriklang o'quvchilaringizni hammasini. Maktabga tashyapman. Bugungi bayramni mehmoni yo'qda, hammamiz mehmonmiz. Chunki Bag'dodda 100 yillik tarixida qanchalar kishilardan, qanchalar olim huzurlarni yetkazgan maktabimizda o'qiganimdan xursandman. Ana shunday ajoyib shogirdlarimizni, ustozlarimizni, tengqurlarimizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Alloh hammamiz keyingi 100 yilliklarga ham, 200 yillarga ham yetkazsin. Boraman. Sog' salomat bo'linglar. Uzoq bo'lsin. Ishlaringizni rivojlanib berayman. Amin. Iloyim. Rahmat deganlar. Sizlar ham sog' salomat bo'ling. Ijodga baraka ustoz, umri uzoq. Sadoqat deydirman. Sadoqat kelgan Navoiyda mana ustozimiz, biologiya ustozimiz Turdiyeva. Sizlarga hozir jonli, chiroyli qilib duo qilaylar. Bachamni. Hamma maktabda o'qigan o'quvchilar kutib turibsizlar. Intervyu olyapman. Rahmat, rahmat. Duo qo'ying bolalaringizni hammasini. Ilohim balalaringiz sog' bo'lsin, ko'shsha qaraylar, umrlar uzoq bo'lsin. Doim yaxshi kunlarda uchrashaylik bacham. Yaqinlaring boshingga sog' bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Doim yaxshi kunlar bo'lsin. Rahmat. Amin. Mana Turdiyeva ustozimizdan eshitdingiz. Xudo xolasa hozir men Jalil ustozdan oldim. Yana qolgan ustozlarimdan sizga intervyu jo'nataman. Mana ustozlarimiz kelishyapti, ziyoratga kutibdi asosda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' bo'lashimi? Rahmat. Baraka toping. Mana ular
zamonaviy qahramonlari. Mana maktabda birinchi kursda ishtirok etgan aziz insonlar, Alloh rahmat bergan bo'lsin bularni hammalarini. Ko'ryapsan. Maktab sardorlari birinchi bo'lib rektorlik qilgan ustozlarimiz, mana urushda halok bo'lgan mashhur Said Yahyoyev. Birinchi o'qituvchilari maktabimizda. Maktabimiz Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan o'quvchilar va o'qituvchilari Alloh rahmat qilsin. Mana ular kunning birinchi kirayotgandagi devorida muhrlangan edi, eslasanglar, marmar toshda. Qarang, biz o'quvchi edik, har doim ko'rganda, o'qiganda shu ko'nglimizdan bir sog'inch, achinish o'tardi, yosh ketayotgan yigitlar. Mana birinchi o'sha maktab tashkil qilingan, do'ndib adilgan G'ulomli korpusdek. Ana shu bino hozir kunda yo'q, lekin qalbimizda muhrlanib qolgan. Bag'ishlagan aziz ustozlarim, joylari jannatda bo'lsin. Ularni arzu qilgan minnatlarni Allohga ta'zim qilamiz. Sizlar bergan bilimlaringiz tufayli shu darajaga yetdik. Komiljon Ismoilovna yuragida hammani so'zlarni unda olganda gul orqali izhor etyaptilar. Alloh rahmat olsin. Har bir ustozimiz oldida qo'yga gul qo'yyaptilar. Intervyu beryapman. Joy yaxshimisan? Seni ko'raman deb keldim. Sog'lig'ing yaxshimi? Ballaring yaxshimi? Keyin bir ko'rishaylik. To'g'ri, ishlaring yo'qmi? Kimga hamma Jaliblar solalar hammalari. Mana yangi ustoz ko'rdim. Mana ashura ustozimiz lekin rus tilida dars berganlar vaqtida. Hoji onalarim, ko'ryapsan ustozlarimni juda xursandman. Ular uzoq bo'lsa iloyim. Mana Muhabbat opa, Jalilova degan ustozimiz. Uchqo'nsiga tashlayapman, ko'ryapsizmi? Voy, ustozlar uchrashuvi. Mana ustozimiz So'xismi Salomova. Bahrom Malohat, maktabimiz faxri a'losi o'qituvchilar edilar. Hozir paytda Buxoroda vrach o'qishyaptilar. Mana shu ustozlarimiz bergan ta'lim-tarbiya natijasida. Mana ashlarim chiqibdilar. Nasib opam. Ko'ryapsizlarmi? Hozir bularga Jalil va Muhabbat faoliyatiga o'taman. Jondek suyuklar. Necha yangiliklar bu zamin aro. Ne kashfiyotlar solmadi dovruq. Biroq ustoz degan nomdan da a'lo, ixtiro bo'lmagan dunyoda ulug'. Monitorda o'tib ketgan ustozlarning rasmlari namoyish qilinyapti. E'tibor bergan bo'lsanglar, hurmatli maktabda. Shodlik, quvonchlarga to'la barcha qalb bu aziz dargohda bayramdir bu kun. Bilimga erishgan vaqtimiz sabab. İşlaydı yaşasın yoruk olamdır. Vatanım, gururum, yürek nalamdır. Barçanı buradayım suygan bolamdır.
bechoralar o'tkazib bugun o'zi ham bir to'y qilgandek bo'ldi ilovar. Umri sog' bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mana bir qissasini qo'shgan maktabdoshlarimdan. Allohga besh oltita yuzligini ko'rdik mana maktabimizdan. Istagan nasib qilsin 150, 200 yilliklarni inshaalloh asrlab o'tib davom etsin iloyim bunaqa bayramlarni inshaalloh. Tortildi. Kelinglar, maktabdoshlar. Yemaganlarga onlayn taqdim etyapman oshda. Yetti nafar ustozimizni men nom tilga olishga tayyorman. Afsuski, vaqt oliy hakam. Ustozlarimiz Alisherjon Umarov, Bezod G'afforov, Qo'shidopon Arzulayeva, E'tibor G'aniyeva, Najimova Nargiza, Nigoropam Ravshanova, To'ybopam Yaxyoyeva, Anvar Ravshanov, Lobar Roziqova, Madina Rahimova, Dilrabo Bozorova, Lafuz Po'latova, bularning sonlarini 67 nafariga hammalariga men ta'zim qilaman. Bugungi ana shunday chiroyli yutuqlarimizning sababchisi ana shu ustozlarimiz deb bilaman. Yosh avlodni tarbiyalash va muhim vazifani sidqidildan amalga oshirib kelayotgan ahil jamoamiz bilan shuni ishontirib aytamanki, kelajakda nafaqat maktabimiz, tumanimiz, viloyatimiz, respublikamiz nomini dunyolarga olib chiquvchi o'quvchi yoshlarni tarbiyalab, voyaga yetkazishga va'da beramiz. Yana bir bor 100 yoshli maktabimizning qutlug' to'yida sizni ko'rgandim. Maktab tarixini to'la tekshiratishga bu insonning xizmatlari nihoyatda beqiyos ekanligiga yana bir bor o'zimiz guvoh bo'lamiz. Shuningdek, ustozlarimiz maktabimiz dorini elga taratgan fidoyi ustozlarimizni ham xotirlash biz uchun farz. Ustozlarimiz Hamrobibi Jumayeva, Yo'ldosh Eshmurodov, Abdulla Abdulxayriyev, Akram Sharipov, Said Yaxyoyev, Qudrat Fozilov, Jahon Barakayev, Fayzi Barakayev, Turob Avezov, Ibrohim Ismoilov, Muhammadjon Jalilov, Rahmon Ravshanov, Rashid Ergashev, Sadulla Rajabov, Yandash Yarashev, Qiyom Yarashev, Usmon Turmuhamedov, Roza Gadoyeva, ularning nomlarini tilga olish uchun menga soatlar ham yetmaydi. Kundan kunga demak bu tantanali kunimizda ularni har bittasini yodga olmoq biz uchun ham farz, ham qarz. Shuningdek, oxiratlari obod bo'lsin rukni ostidagi xotira maydonimizni hozir guvoh bo'lasiz. Barcha ustozlarimiz men nomlarini tilga olgan va olmagan ustozlarimiz uchun ham alohida joy ajratganmiz. Ilm olib, tarbiya olib, bugungi kunda O'zbekistonimizning ravnaqi uchun beminnat xizmat qilayotgan sobiq bitiruvchilarimiz ham bizning faxrimiz. Ustoz akademik Komil Muqimov, professor Islom Akramov, Rustam Akramovlar, Muhammadjon Mirzayev, Tursunbo'lat Turmatov, yozuvchi va shoirlar Muhammad Salom, Yo'ldosh Muqimov, Norto'xta Xalid, Murod Xalil, Nurbek, Isomiddin Jumayev, Davron Bahronov, san'atkorlar Yoqubjon Qutliyev, Gulnora Rahmatova, iste'dodli rassom maktabimiz sha'nini butun jahon bo'ylab taratgan Sevin Ustoz Sharipova, ularning nomlarini sanab sanog'iga yetishimiz qiyin. Shonli tarixni bir so'z yoki qisqa vaqt ichida tasvirlashga ojiz. Shu sabab ham maktabimiz tarixini o'zida aks ettirgan Maktabim qutlug' makonim kitobini bugun e'tiboringizga havola qildik. Xudo xohlasa bu kitobni aytganimdek shu yilni bir oy ichida to'la-to'kis qo'lingizga yetkazishga va'da beramiz. Bu kitob muallif va ijodkor ustozimiz Sabohat opaga 3-darajali maktab maqomiga ega bo'ldi va ushbu sertifikat bilan taqdirlandi. Bu eng katta yutuqimiz. Respublikada 3-o'rinni oldi maktabimiz. Men xohladim ki 3-darajali sertifikat bizga munosib emas. Xudo xohlasa endi birgalikda hammamiz 1-darajali sertifikatni olishga harakat qilamiz degan umiddaman. Shuncha yutuqlar. Bularning hammasiga sababchi asosan ustozlarimiz hisoblanadi. Hozirgacha maktabimizda 18 ta direktor faoliyat yuritdi.
direktorlar faoliyatiga nazar solib, men shuni ta'kidlashni xohlar edimki, bu maktabning eng samarali mehnat qilgan maktab direktorlaridan men bugun mamnuniyat bilan Boboyor Rahmatov nomlarini tilga olmoqchiman. Chunki mana shu Boboyor Rahmatov 22 yil maktabga rahbarlik qilib, maktabning to'liq tarixini shakllantirib ketganliklari bizga mana bugun tarixiy kitobni yaratishda ham, tarixiy xotira maydonini ochishda ham juda yaxshi yordam. Maydonda joylashtirishga harakat qildik. Va shu bilan birgalikda mana bu maktabim qutlug' makonim deb nomlangan maktab tarixiga bag'ishlangan kitobni Sabohat Yarasheva va rahmatli ustozimiz Zuhra opa Ustanovalar hamkorlikda boshlagan kitoblarni qisman yakunlashga harakat qildik. Lekin bu kitob hali to'liq yakunlangani yo'q va to'liq nashrga berganligimiz yo'q. Nasib etsa, Xudo xohlasa 1 oy ichida va'da beramiz. Bu kitobni to'liq nashr etib, barchangizga nasib etsa hammamizga taqdim etamiz. Barcha yig'ilganlarga taqdim etamiz. Demak, solnomamizga qaytamiz. 1902-yilda maktab to'liqsiz o'rta maktabga aylantirildi, chunki faqat dastlab boshlang'ich sinflar o'qitilgan. 1941-yilda esa ilk maktab bitiruvchilari bo'lgan. Ularning soni 42 nafar bo'lib, hammalari 1941-yilning Ulug' Vatan urushi boshlangan davrda birinchi bitiruvchilarimizni hammalari Said Yahyoyev boshchiligidagi frontga ham xotira maydonida alohida o'rinlar ajratdi. 1957-yilda maktab bitiruvchisi bugungi davramizning aziz mehmoni bo'lib o'tirgan Komil Muqimov Muqimov ilk oltin medal bilan maktabni bitirganlar. 1961-yilda esa maktab 11 yillik maktabga aylantiriladi. 73-yilga kelib 640 o'rinli qo'shimcha sinf xonasi qurildi. Maktabda bitta akademik, bitta mehnat qahramoni, 27 nafar shoir, yozuvchi, 30 dan ortiq fan doktori, 100 dan ortiq fan nomzodlariga chiqdi. 1924-2024-yillar mobaynida 46 nafar bitiruvchimiz maktabni oltin va kumush medallar bilan tugatdi. 1924-2024-yillar oralig'ida 23 nafar o'qituvchimiz xalq ta'limi a'lochisi unvonini qo'lga kiritdi. Salom ustozimiz kirib keldilar. 2012-yilda maktabimizda 12-24 hajmdagi sport zali qurilib foydalanishga topshirildi. Maktab chiroyiga qo'shasiz chiroy, qaybir xislatingiz. Hozir bilaman, ta'lim muassasalarida hamma joyda pet kengashi qayd etilgan. Biz endi pet kengashiga ertaga qo'ydirdik-da. Shu uchun bugungi kunda propiska bo'lmasdan Uchluda, Zarafshonda, Musofirda yurtgan qadrdonlarim, maktabdoshlarim Alloh panohlab qo'yinglar. Hammalari qo'ldan kelgancha sizlarga video tashlashga harakat qilaman. Mana Dilbar Qiyomova so'zga chiqdi. Maktabimizning sobiq bitiruvchilari, ilm va urfon xazinasi, Ziyo maskanimiz, 2-umumiy o'rta ta'lim maktabi bugun 100 yoshni tashkil. Ana shunday qutlug' tarixiy kunda siz bilan diydor ko'rishganimizda, bizning shodiyonamizga sherik bo'layotganingizdan g'oyatda mamnunmiz va barchangizga xush kelibsiz deymiz. Agar vatan insonning kindik qoni to'kilgan ostonadan boshlansa, uning hayot yo'li maktab ostonasidan boshlanadi. Mana hozir hovuz xonda ko'ramiz degan magazinga chaqirishdi. Tez deb. Mana mehmonlarimiz borlar. Assalomu alaykum. Opa tezroq. Homiylarni taqdirlashyapti, hurmatli maktabdoshlar. Atalgan sovg'alar bor ekan. Maktabni chiroy Bismillahirrahmanirrahim. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد tuman hokimiga so'z berildi. Maktab direktorimiz boshlaydi-ku, marta Yosh bacha ekan. tuman hokimligiga borib ko'rsam hokim biz 100 yillikni nishonlaymiz.
Bunday maktablar ikkita. Bittasi markaz, ikkinchisi mana uzoq. Mana bitta maktabda ikkita maktabda ham katta insonlar, olimlar, ulamolar, akademiklar chiqqan. Lekin og'iz birchiligida man hozir kelib buncha odam kelishini va bu yerdan shuncha olim va ulamolar chiqqanini umuman tasavvur ham qilgan emasman. Hozir kelib davrada o'tirishda ham odam bu yerda shunchalik ilmli insonlar chiqqan bu maktabda, bu yerdan, bu yurtdan. Doim aytadilarki, ota farzandni osmondan pastga tushirsa, mana Yusuf ustozimiz tanidinglarmi? Bizga chizmasidan kirardilar. Normal uzoq musofir yurganlarni iltimos qildim. Ko'proq nigina ko'ryapsizmi? Jalil ustozimiz va tashkilot komissiya raisi u kishi chop ishlaydi. Qo'ldan kelguncha doim hamma ishiga bosh bo'lishdi, baraka topishsin. Mana mahalla faollar yig'ini eng faol insonlardan bittalari. Chop-choplarda doim direktorimiz qo'llab-quvvatlaganlar. Allohga shukr. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Professor, fan doktorlar kelishgan, umrlar uzoq bo'lsin. Rahmat, Allohga shukr. Allohga besh shukr. Yaxshilar, hammalar yaxshilar. Yo'q kelolmadim, anaviga bilmaydilar. Mana nigina iltimosga binoan Qurbon ustozni alohida olyapman. Nigina qiz so'raganlar. Ha? Anaqa tabrik yo'llang, nigina qizga. Qani nigina? Shuruqda ular. Endi kelmabdim nigina. Yo'q, mana gapiring. Ha, nigina. Yaxshimisan qizim? Bolalaring yaxshimi? Kelinlaring o'zing yaxshimi? Aynalang qizimni. Yo'q, senga quvvat bersin. Bedallar o yaxshigina ishlar ko'rgina becham. Sog' salomat bo'lgina. Bayram kelmabsan da becham, ko'raman devdim. Ularni Pekinga qo'ygan bo'lsa kerak, o'qishga pul bermaydi. Salomlar uzoq bo'lsin hammalaringizga. Duolaringiz ko'paysin inshaalloh. Amin. Rahmat hammalaringizga. So'z tuman hokimi Sherzod Ashurovga berildi. Tuman hokimi Ashurov Sherzod Rahimovichga. Marhamat. Bular ham o'ta talabchan, harakatchan, yosh hokimlardan bittasi. Ancha uzoq ekanlar. Xotira maydoniga kirib kela boshladim. Ochib berishdi. San eng ko'p ma'lumotlar bor qiladigan Qadrdon Iskandar akamiz. Ustozlarimiz qarang, tirikda turishibdi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Hammalarga ta'zim qilaman. Qarang, qanday nurli chehralar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin hammalarini iloyim. Keyinroq yana Baxburga tashiyman. Hozir hamma shu yerda bo'lgani uchun. Mana xotira maydonini ochishga qilindi. Hokim Sherzod Ashurov bilan boshchiligida. Fayziyev, Garonomzori adashmasam, mahalla nimalari, faollari, Hashmal aka, mahalla faol yig'ini boshchiligida, raislar boshchiligida, imom xatiblar boshchiligida xotira maydoni ochiladi, xudo xolasa. Endi yaqin olmadim, yaqin olayotgan o'qituvchilarimiz bor, sizlarga tashlab yuborishadi. Iltimos qilaman. Zoomga ulangan, ulanmaganlar uchun endi tashlayapman. Mana faxriylarimiz, mehmonlarimiz xotira maydonini ochishga. Mana Qahhor ustoz ochdi. Xayrli bo'lsin. Ustozlarimiz ziyoda, haqiqatdan ham barhayot bo'lsin iloyim.
kelajak avlod uchun bular namunadir. Bu komissiyani ishi to'xtab qolmaydi bizda. Maktab qancha obod bo'lsa, qancha chiroyli bo'lsa, o'quvchilarimizga, mana farzandlarimizga, nevaralarimizga chiroyli sharoit yaratib bersak, bular erta bizning kelajagimiz. Erta bizni bu orada mana yaxshi insonlar bizni maktabdan chiqib, turli joylarda mehnat qilishmoqda, mana pensiya yoshini surishmoqda. Men o'ylaymanki, bizni o'quvchilarimiz ham kelajakda chiroyli kasblarni egallab, vatani uchun, xalq ota-onasi uchun, mana shu hudud, mana shu joylar uchun xizmat qiladi degan niyatdaman. Aqdozda davra ochib, hurmat ehtirom bilan ko'rishda mehmonlarni baraka topsin. Jamoaga gap yo'q. Maydonini ochish uchun tumanimizda hokimi Sherzod Rahimovich, rayonada mana keyin rayona mudiri komissiyaga taqdir qilamiz. Men bugun ma'lumot Akram adashmasam, xalqimiz bizni hududimizda turgan aziz insonlarimiz bugun mana bizimiz aytganidek turli sohalarda mehnat qilib kelayotgan aziz maktabdoshlarimiz bizni ana shunday qo'llab-quvvatlashdi. Aziz do'stlar, mana maktabda birinchi biz ish boshlaganimiz asosida ish boshladik. Mana shunday to'plam maydonini tuzish. Chunki hammamizdan o'qituvchi aziz ustozlarimiz, rahmatli ustozlarimiz ta'lim bergan. Shular uchun bir eslash uchun shularni doim yosh avlod, mana yetishib keladigan avlod shularni ziyorat qilib, shulardan o'rnak olish uchun ana shunday bir maqsadni birinchi o'ringa qo'ydik. Shu bilan bu ishlar bajarilib, mana maktab qurilyapti, mana oshxona qurilyapti yoshlar uchun. Shu bilan birga obodonlashtirish ishlariga katta mablag' ajratdik. Mana qarangki, homiylarimiz yordamida sizlar bizni ko'rib, ana shunday bir yaxshi chiroyli dasturxon yozish ham mana shu komissiya taqdir qildi. Men bugun mana shu maktab ma'muriyatini, ayniqsa jonkuyar, mehnatkash, talabchan mana shu maktab direktorini, uni kollektivini bugun men juda ham katta xursandman. Bularni mana shu bayram bilan mana shunday natijalarga erishgani uchun kattadan katta rahmat aytaman. Maktab ma'muriyati qarangki, shu sharoitdan to'xtab turgani yo'q. Respublika optim budjetidan qarang, chiroyli kelishda mana kutubxonamiz yutib oldik. Biblioteka qurishdi. Optim budjetdan yana bir yutib olib, katta bir mana yerdagi xonalarni remont qilishdi. Keldingiz. Sizni kutdik orzuqimiz, necha zamon xush keldingiz. Sizni chorlar bag'riga xush keldingiz. Sizni ko'rib dil charog'on, do'st yoron xush keldingiz. Baland qomatingda yuzinchi davonni ko'rib turibman. Saxovatdan to'lgan tabiatingdan 100 yilning nash'asin surib yuribman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, maktabimizning sobiq bitiruvchilari, qadrli ustozlar. Bugun bizning maktabimizda katta tantana. Bugun maktabimizning 100 yilligini mana Koreya ustozimiz keldilar. Assalomu alaykum ustoz. Mana ustozlar jamoasiga ham murojaat qilyapman. Oqsapam Jalilova esladingizlarmi? Rus tilidan kirardilar bizga bir paytlar. Ortiq va Komila Ismoilovna hojonamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizlarmi? Mana birinchi ustozlarimiz, bizga ilk bor qalam tutgan aziz ustozlarimiz, Zarifa ustozim. Maktabdan ketashyapman, o'quvchilar iltimos qilyapti. Moskvada ko'pchiligi, chetda, Toshkentda, Zarafshon, Uchquduqda. Shu uchun mana ustozlarni tashlayapman hammalarini. Assalomu alaykum. Mana qolgan daralarni tashiyman sizlarga.
O'zimiz davrachoqlar. Mana ustozimiz Gadasheva. O'sha chiroyli qaraganlar adabiyot darsdan. Qanday dars beradi esadinglarmi? Bizga kirganlar. Boyva ila xizmatchi spektaklini sahnalashtirganlar biz bilan birgalikda. O'sha qo'yganmiz. Juda katta o'xshaga musharraf bo'lgan o'sha spektaklimiz. Mana boshlanishi arafasida bolalarimiz chiroyli bo'lib kelishdi. Mana to'g'ri ijro etishi kerak. Deyman. Assalom. Boshlandi. Tonglar o'lkasi. Tarif tavsifingning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq. Bu o'zbek elining o'z mahiyasi. Assalomu alaykum Nigina bajon, yaxshimisiz? Gruppamizda keyin kirganlar, video tashlanglar, Zoomga kira olmayapmiz debsizlar. Mana ancha ustozlarimiz kelishdi. Masalan, mayli aynan ustozlar o'zlarini tashiyman. Topib tanib olasizlar o'zlari ustozlarimizni. Ko'ryapsizlar, assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, bayramlar muborak bo'lsin. Ko'ryapsizlarmi maktabdoshlar? Kimni ustozi bo'lsa, men tanib olasizlar o'zlaringiz. Qanaqasi yaxshi?